hozirgi pulis Jiguli olib minishga yetyaptimi? Qo'ying. Gentraga havas qilmang. Hozirgi pulis Tigo'ga yetyaptimi? Qo'ying. Kreditga yoki variantga mashina olib, telefoningizni o'chirib, ko'chaga chiqolmay, yig'lamsirab, odam topolmay, g'ururingizga putur yetayon malomatlarni eshitgandan ko'ra, piyoda yuring, birovdan g'amingiz bo'lmasin. Misol ayrim joylarga men velosipedda boraman-da. Bo'lmasa bir xabar qilsak, olib yurgan odamlar bor. Velosipedda boraman. Borsam, velosipedda bilasizmi? Ha, yerda bo'lib to'lashga jentra beryapti. Chiroyli minib yuring, obro'yingiz oshadi. Men uni olib, keyin uni uzarmikanman deb odamlardan ta'magirlik qilib bitirib yurganimdan ko'ra, oyog'im og'rib velosiped. O'zi velosiped minish sog'liq uchun yaxshi. Men yoshligimda velosiped minishni yaxshi ko'raman. Soxta obro'yda keragi yo'q demoqchiman. Soxta obro'y bo'lib olib, soxta kiyim olib, mashinamiz zo'r, kiyimimiz zo'r, cho'ntaylarimiz 3-4 so'm pul, lekin ichimizdan ezilib, xarob bo'lib, qanday qilar ekanman deb tong yotqizib yuborganimizdan ko'ra, o'shani keragi yo'q.